Ishxonada peshin namozini ijtimoiy tarmoqlardagi taqvimlar bo'yicha 12:10 da peshin vaqti kirganini bilib, 12:40 da peshin namozini o'qidim. Tugatganimdan keyin bir kishi peshinni soat 13:00 da o'qish kerak. Farzini 13:00 dan oldin o'qib bo'lmaydi, sunnatini o'qisa bo'ladi. Farzni 13:00 dan keyin o'qish kerak dedi. Shu gapi to'g'rimi? Bismillahirrohmanirrohim. Albatta namoz bu mo'minlarga vaqtlik farz qilingan. Alloh taborak va taolo o'z kalomida Astagfirullah. Inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Albatta namoz mo'minlarga vaqti tayin qilingan farzdir deb marhamat qilgan. Demak, vaqti kirganda o'qish kerak. Vaqtidan oldin o'qisa ado bo'lmaydi. Vaqti chiqqandan keyin o'qisa qazo hisoblanadi. Lekin o'sha har bir mintaqani o'zini vaqti bor. Bu taqvimlarda ko'rsatib o'tilgan. Masalan, hozirgi kunda Toshkent shahrida, mana aynan bugungi kunda peshinni vaqti soat 12:18 da kiradi. Lekin masjidlarda 13:00 da albatta o'qiladi. Shunga odatlanilgan. Har bir joyda har xil, qayerdadir 12:30 da o'qiladi, qayerdadir aytaylik 15 da ham 1 da o'qiladi, qayerdadir mana 1 da yoki 1:15 da yoki 13:30 da o'qiladi. Bu har bir mintaqani o'zini urfidan kelib chiqib belgilangan. Demak, namozni o'sha taqvimda belgilangan vaqt kirgandan keyin albatta zarurat yuzasidan o'qish joiz. Nima uchun zarurat deyapmiz? Chunki imkon qadar jamoat bilan o'qish sunnat muakkada. Demak, bir odam o'sha zarurat bo'lsa, aytaylik, bir samolyotga chiqadi yo poyezdga chiqadi yo shunga o'xshagan boshqa bir zaruratlar tufayli o'qimoqchi bo'lsa, o'sha taqvimdagi vaqt kelishi bilan o'qib olsa bo'laveradi. Sunnatini emas, farzini ham o'qib olsa, demak, vaqtida o'qigan hisoblanadi. Masjiddagi vaqtdan oldin o'qisa, vaqtidan oldin o'qigan hisoblanmaydi. Shuning uchun u gap, yuqoridagi gap noto'g'ri. Demak, u kishi farzini o'qigan bo'lsalar ham, o'sha vaqt kirgan bo'lsa, taqvimdagi vaqt kirgan bo'lsa, vaqtida o'qigan hisoblanadilar. Lekin beuzr bunday qilmaganlari yaxshi. Albatta namozni shu jamoat bilan o'qishga harakat qilganlar maqsadga muvofiq bo'ladi. Allohu a'lam bis-savob.